Xo'p, yozamiz. Biz bugun sizlar bilan 5 million dasturchi loyihasida sun'iy intellekt tizimida platformasidan sertifikat olishni o'rgatamiz. 5 million sun'iy intellekt yetakchilari kirish, ro'yxatdan o'tish. Agar siz oldin ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, iloji bo'lsa ro'yxatdan o'tishdan oldin platformani o'chirishingizga to'g'ri keladi. Yozamiz TV raqam. Guvohnoma bo'lsa guvohnoma, ID'si bo'lsa ID. Endi hozir biz o'tadigan o'quvchimizniki guvohnomasi bor. Shuning uchun guvohnoma bosamiz. Guvohnomadan olamiz. Ya'ni 13 noyabr 23. Mana maktab faoliyati, ro'yxatdan o'tish. Birinchi pog'onadan o'tdik, haqiqatda to'g'ri. Keyingisi pochtani yozamiz. Telefon raqam 799 099 889 deymiz. Parolga o'zim qo'yaman deysizlar. Bo'ldi, parolni qo'ydik. Keyingisi. Mana hozir biz ro'yxatdan o'tib bo'lganimizdan keyin, bizdan haqiqatda shu elektron pochtani nima qiladi? Tasdiqlashni so'raydi. Tasdiqlab yuboramiz. Bo'ldi. Demak, bizda hozir elektron pochtamizga shu xabar nima qildi? Bordi. Endi tasdiqlash yuborsak bo'ldi. Bu yoqda elektron pochtamizda bizga nima keladi? Link keladi. Haqiqatdan ham ro'yxatdan o'tilganligi va o'sha ro'yxatdan o'tganimizda ma'lumotlari hammasi linki shu pochtaga boradi. Hozir e'tibor bersangiz, mana pochtada bu xabar yo'q. Hamma doimiy anaqaga kelayotgan, hamma registratsiyadan o'tyapti, spamga keladi. Linkimiz, kiramiz. Kirganimizdan keyin mana bizga uzun link beryapti. Link orqali kiramiz, platformani ishga tushirib olamiz. Endi bu platformada bizga asosan nechta kurs bergan? 5 ta asosiy kurs bergan. 5 ta asosiy kursdan eng osoni Google Code sertifikati. Bu Google Code sertifikatda eng oson holatda nima qilasiz? Registratsiya qilib, o'zingiz to'g'ridan-to'g'ri ma'lumotni sertifikatni olishingiz mumkin. Mana hozircha bu sizni o'zingizni nimangiz? Platformangiz. Xohlasangiz shaxsiy, xohlasangiz Kawsari sahifasiga o'tishingiz mumkin. Mana hozir Kawsari sahifasiga o'tadigan bo'lsak, bizga asosiy 5 ta sertifikatni nima qilib beryapti? 5 ta o'quv kursi taqdim qilyapti. O'shandan Google Code tanlaysiz. Ketdik. Registratsiya 1 hafta muhlat beradi sizga. Shu 1 hafta ichida siz to'g'ridan-to'g'ri registratsiya qilgan nimangizni kursingizni olishingiz mumkin. Yana bir marta so'raydi. Mana, agar 1-2 holatda mana shunaqa holat bo'lib qoladigan bo'lsa, ya'ni siz kiritayotgan pochta va parolingiz xato deydigan bo'lsa, ko'pchiliklar zabir parol qiladi. Xohlasangiz zabir parol qilib ochsangiz bo'ladi, yokida bo'lmasa siz elektron pochtaga kelgan link orqali to'g'ridan-to'g'ri kirsangiz ham bo'ladi. Mana. O'z akkauntingiz tanib qoladi, taniydi. Keyin modulni boshlab ketasiz. Boshlandi kursingiz. Iloji bo'lsa, ovoz tezligini keks qiling. Oxiriga kelasiz.
keyingi videoga o'tib ketaverasiz. Juda yaxshi ma'lumotlari bergan, yaxshi ma'lumotlarni eshitsangiz bo'ladi. Endi bu hozir tezlikda olinadigan sertifikatimiz. Birinchi anaqamiz viktorinamizni savoli. Har doim mana изображение audio и video degan nimaga kirasiz, javobni belgilaysiz. Hammada bir xil savol chiqadi. Отправить. Mana birinchi viktorinani natijasi 100% bo'ladi, xudo xolasa. Mana keyingi videolar darsimizni tugatamiz. Keyingisi mana o'zi darslari kamgina, viktorinasida ham savollar kam. Yana o'tkazamiz. Xohlasangiz ChatGPTdan foydalanib javob topsangiz ham bo'ladi. Savol javobini topib bersangiz, topib beradi. Birinchi variantni tanlayapti. Birinchi variantni tanlaymiz. Uchinchi viktorimiz house ichidagi nimani olasiz, javob olasiz. Xohlasangiz ChatGPTga solsangiz bo'ladi. Endi bu savollarning javobini biz bilamiz. Siz ham ChatGPTdan ishlashni o'rganing. Отправить. Oxirgi anaqani tugatdik, viktorinani. Tugatib oldik. Oxiridagi nimani like bosib qo'yamiz, yaxshi deb. Kursi o'ziga boshiga qaytamiz. Kursi boshiga qaytsak, bizga nima beradi? Shu haqiqatda ismingizni bir xillarda
o'quvchilarni ota-onasi kiradi. Bola farzandi uchun ota-onasi akkaunti bilan kirsa, endi farzandi uchun nima olib beradi? Sertifikat olib beradi. Yalicha valid qilamiz. Endi mana shu joyda hushyor bo'lamiz. Mana shu joyda Toshkent deb nomlash esinglardan chiqmasin. Los-Anjeles, misol uchun Sankt-Peterburg bo'ladi, Ukraina bo'ladi. Harakat qiling, shu joyni Toshkent Osiyo yoqasida bo'ladi. Agar mana shunaqa qilib qidirib topolmasangiz, mana shu joyda Toshkent deb yozsangiz chiqadi. Kirja deb yozing. Toshkent. Yazikka o'zbek. Saqlanib. Bo'ldi, saqladik. Saqlaganimizdan keyin kursni o'ziga, moyobicheniyga kirasizda. Shu joyda siz o'tilayotgan sertifikatingiz, siz o'qigan sertifikatlar bunaqasi turadi. Mana bu qizimizga sertifikat olindi, lekin akkaunt boshqa birovi nomida pochta. Chunki hali bular pochta ocha olmaydi. Mana rasmga oldik. Keyin gruppaga tashlaysiz. Keyin o'sha sertifikatning linkini olish. Sertifikatni ulashish degan joyiga bosasiz. Shu joyda uzun link chiqadi. Nusxa olish deysiz. Mana hozir nusxa oldik. Nusxa olganimizdan keyin, nusxalash qilib olganimizdan keyin bemalol Telegramingizga bu ma'lumotlarni nima qilsangiz bo'ladi, joylab qo'ysangiz bo'ladi. Mana Telegramga bu sertifikatimizning linki bordi. Sertifikatni o'zini rasmi bo'ladigan bo'lsa, mana ekraningizni o'zidan skrinshot qilib olasiz. Bo'ldi, mana hurmatli o'quvchilar, ota-onalar, xuddi shu tartibda sertifikatni olib guruhga yuborsangiz bo'ladi. Savollar bo'lsa bemalol so'rashingiz mumkin. Rahmat.